Assalomu alaykum. Bugundan boshlab So'lta Hangugo kitobidan darslarimizni o'tishni boshlaymiz. Boshlanishida ancha joyi lug'at va boshqa narsalar. Boshqa narsalar. Bu kitobimizga o'sha kirish joyi. Mana shu yerda bitta narsaga e'tibor berib ketish kerak. Talaffuz patchimda qaysi harf qanday o'qilishiga e'tibor berib ketamiz. Xo'p, k, x, k jarangdor harflar patchimda bir xil o'qiladi. K o'qiladi. N harfi ham o'zida n o'qiladi va keyin mana shu t, h, s, ikkitalik s, ch, j, ch va x harflari patchimda pastda kelsa hammasi t deb o'qiladi. Hammasi t deb talaffuz qilinadi. Mana bu yerda at degan talaffuzni beryapti. L bo'lsa patchimda l bo'ladi. L harfi m o'qiladi. P, h harflari p deb talaffuz qilinadi. Ning harfi bilamiz, faqat patchimda pastda o'qiladi. Mana bu yerda berib qo'yilgan. Pok, pok, pak hammasida k o'qilyapti. Mana bu yerda esa kot, mit, ot, nat, kot, it harflarida so'zlari bu yoqda hammasida patchimda pastda kelgani uchun bular t o'qilyapti. Bu bo'yicha yana отдельно videolar tayyorlanadi, xudo xohlasa, va ko'rib chiqasiz yana. Hop, bizni bugun birinchi mavzumiz annyeonghaseyo. Bizning o'zbek tilida bu assalomu alaykum, tanishish va o'zini tanishtirish darsi bo'ladi. Birinchisi bu davlatlar. Chungguk Xitoy, Ilbon Yaponiya, Miguk Amerika, Hanguk Koreya, Fransiya, Togul Germaniya, Hoju Avstraliya, Yongguk Angliya. Va pastda kaslar. Son Sengnim ustoz, Hakseng o'quvchi, Isa shifokor, Hoysavun firma ishchisi, Yurisa bu oshpaz, Kija jurnalist, Kasu ashulachi, Kunin bu askar. Xo'p, insammal degani bu salomlashish gapi. Xo'p, annyeonghaseyo bu bilamiz assalomu alaykum, annyeonghaseyo assalomu alaykumga javob. Xo'p, mannaso Pangawoyo. Tanishganimdan xursandman. Pangawoyo. Men ham tanishganimdan xursandman. Xo'p. Mannaso Pangawoyo deb bir-biriga javob berishda ishlatilyapti. Keyingisi annyeongni keseyo. Yaxshi qoling. Annyeongni kaseyo. Yaxshi boring. Va bu yerda bizda ham xuddi shunday. Qolayotgan insonga nisbatan yaxshi qoling, ketayotgan insonga nisbatan yaxshi boring degan so'zlarni ishlatamiz. Bu lug'at hammasini yozib olib yodlashga harakat qilish kerak. Va bizning birinchi grammatikamiz innin yeyo grammatikamiz. Innin yeyo. Birinchi innin grammatikasini ko'rib chiqamiz. Innin inning grammatikasi qachon in, qachon nin. Qachonki undosh harflar bo'lsa in, qachonki unli harflar bo'lsa nin ishlatiladi. Xo'p, buni vazifasi nima? Vazifasi otga qo'shilib keladi. Gapda o'sha gapni ega qilib ko'rsatadi. O'sha gapga urg'u beradi. Gap egasi kim bo'lsa, o'shanga qo'shilib kelinadi. Xo'p, cho men degani. Nin bo'lsa, o'sha gap egasi men bo'layotganimga
qo'shilyapti va davomida haksang bu o'quvchi. Men o'quvchi. Va koreys tilida zamonsiz tugamaydi. Hozir buni ikkinchi grammatikani o'tgandan keyin davomini yozib qo'yamiz. Xo'p. Iyeyo va yeyo grammatikalari. Yeyo grammatikasi. Bu qanaqa grammatika? Hozirgi zamon otni tugallanishi norasmiy ma'noda. Buni hammasini yozib olinglar, o'zingizlarga kerak bo'ladi. Hozirgi zamon otni norasmiy ma'noda tugallanishi. Xo'p. Yeyo bo'lsa, bu undoshga, yeyo bo'lsa, bu unliga bo'ladi. Mana bu yerda men o'quvchi. Qachon o'quvchi edi? Siz o'tgan zamonda bitirganmisiz? Hozir o'quvchimisiz yoki o'quvchi bo'lmoqchimisiz? Shu narsani bildirtirish uchun zamon qo'shasiz, to'g'rimi? Men o'quvchiman yoki men o'quvchi edim yoki men o'quvchi bo'lmoqchiman deysiz. Xuddi shunday bunda ham hozirgi zamonni bildirtirishingiz kerak koreys tilida ham. Hop. Mana. Men o'quvchiman degan qo'shimchani beryapti. O'zi yeyo hozirgi zamonni bildirtiradi, tarjimasi yo'q. Hozirgi zamon ekanligini bildirtirish uchun. Men o'quvchiman degan talabini beryapti. Yoki hop. Men aytishim mumkin. Yorisa yeyo. Yeyo. Men oshpazman. Qachon oshpazman? Hozir oshpazman. O'shaning uchun bu ishlatilyapti. Endi buradagi primerlarni ko'ramiz. Xo'p. Cho'nim Yujin iyeyo. Men Yujinman. Rasmi bu yoqda zamon bilan tugalyapti. Va bu yoqda men nin bo'lsa, o'sha gapga urg'u beryapti. Shu gap muhim. Gapda egasi menman. Shuning uchun nin menga qo'shilgan. Gapda egasi siz bo'lsa, nin sizga qo'shadi. Shunday. Men Yujinman. Keyingisi cho'nim Yujinyeyo. Bu ham xuddi shunday. Steven'in miguk saramiyeyo. Bilasizmi, bu yoqda in degan n bilan, undosh bilan tugagan uchun in olyapti. Steven miguk Amerika saramiyeyo. Saram bu odam. Miguk saram degani bu amerikalik. Agar bitta-bittadan tarjima qiladigan bo'lsak, Amerika odami degan tarjimani beryapti. Qachon odami? Hozir, mana shu hozirgi zamonda u amerikalik. Xo'p, cho'nim nana yeyo. Men nanaman degan tarjimani beryapti. Steven'in haksang yeyo. Steven gapda egasi, o'shaning uchun unga qo'shilyapti. Haksang talaba. Xiaoming shenin Junguk saramiyeyo. Xiaoming Xitoylik, Xitoy odami. De cho'nim Junguk saramiyeyo. Ha, men Xitoy odamiman. Xo'p, Xiaoming shenin Junguk saramiyeyo. Xiaoming siz Xitoylikmisiz? Xitoy odamimisiz? De cho'nim Junguk saramiyeyo. Ha, men Xitoy odamiman. Va yeyo grammatikasi savolda ham, javobda ham ishlatish mumkin. Farqi qanday bo'ladi? Savolda ton sal baland chiqadi, javobda bo'lsa oddiygina chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda berilgan mashqlarni o'zingiz yozib, mustaqil yozib ko'rasiz. Bu yoqda mana xo'p, nana Junguk saram haksang deb yozibdi. Cho'nim nana yeyo. Men nanaman. Nana shinin Junguk saramiyeyo. Nana siz xo'p, Xitoylikmisiz? De cho'nim Junguk saramiyeyo. Mana bu yerda gap. Ha, men Xitoylikman. Haksang yeyo, talabaman. Xuddi shunday Stevenni, xo'p, Chiyonni almashtirib ketish mumkin. Keyingisi. Xo'p, bu yoqda speaking dialog kelgan bu yoqda nana. Annyeonghaseyo. Cho'nim nana yeyo. Assalomu alaykum. Men nanaman. Michael, annyeonghaseyo. Cho'nim Michaelyeyo. Assalomu alaykum. Men Michaelman. Nanani javobi. Mannasu 반가워요, Michael shi. Tanishgandan xursandman, janob Michael. 반가워요. Nana shining oni nara saramyeyo.
tanishganimdan xursandman. Mana siz qaysi davlatni odamisiz yoki qaysi davlatdansiz degan tarjimani berishimiz mumkin. Mana cho'nan chumbuk sarameyo. Men Xitoylikman. Xo'p, endi keyingi grammatika imnika, imnida grammatikamizni o'tamiz. Bu grammatikamiz imnika va imnida. Bitta qoidani eslab qolamiz. P harfidan keyin N yoki M harflari kelsa P harfi M harfiga talaffuz beradi. O'shaning uchun mana yerda ipnikka emas, imnida deb talaffuz qilinyapti. Esimizdan chiqarmaymiz, iloji bo'lsa yozib olamiz. Imnida deb talaffuz berilyapti bu yerda. Imnida degan talaffuzni beryapti. Yozib olamiz o'zimiz uchun. Xo'p, imnikka, imnida bu qanaqa grammatika? Biz hozir yeyo grammatikasini o'tdik, to'g'rimi? U grammatika otni hozirgi zamon norasmiy ma'noda tugallanishi edi. Bu sensirash emas, faqat norasmiy ma'noda. Imnikka, imnida bo'lsa, xo'p, otni hozirgi zamon rasmiy ma'noda tugallanishi bo'ladi. Bu juda ham yuqori mansablarda ishlatiladi. Bu boshliq, ota-ona, buva, bobo va shunaqa katta odamlarga nisbatan imnikka, imnidani ishlatishimiz mumkin. Ikkalasi bir xil grammatika, faqat bittasi yuqori, bittasi sal pastroq o'rinda desak ham bo'ladi. Biz o'zbekchada zo'r tushuntirishimiz bo'yicha mana shunday ikkalasi. Imnikka savolda, imnida javobda. Ye grammatikasi qanday edi? Savolda ham, javobda ham bir xil yoziladi, faqat tonda farqi bo'ladi. Savolda ton ko'tariladi, javobda ton tushadi. Imnikka bo'lsa savol bo'ladi, imnida bo'lsa javob berayotgan bo'ladi. Xo'p, aytishimiz mumkin. Cho'nin imnida men talabaman va savol berishimiz mumkin. Hop, chiyon hop, kiya imnida deyishimiz mumkin. Chiyon shinin bittalik şey emas, bittalik şey bo'lib qoldi. Hop, chiyon shinin. Hop, chiyon xonim jurnalistmi deb savol beryapti. Bu yoqda ajratib olishimiz osonroq bu grammatikani, faqat bu qachon ishlatyapmiz? Yuqori masofada. Tepa-tepadagilarga nisbatan ishlatyapti. Chiyon xonim jurnalistmi deb savol beryapti. Bu grammatika ancha osonroq, faqat yozib olishimiz kerak. Qoidalarni aytib ketgan qoidalarni yozib olasizlar. Bularni ham iloji boricha endi o'qiymiz. Steven shinin miguk saramimlikka. Steven, siz amerikalikmisiz? De cho'nin miguk saram imnida. Ha, men Amerika odamiman, amerikalikman. Bilasizlarmi? Imnida javobda, imlikka bilan savolda berilyapti. Keyingisi Steven shinin haksinimlikka. Steven, siz talabamisiz? De cho'nin haksinimlikda. Ha, men talabaman. Pastdagisi cho'nin chechong u imnida. Men chechong u man deb aytibdi. Ko'ryapsizlar? Tarjimasi xuddi shunday bo'lmaydi, faqat hozirgi zamon ekanligini bildirtiradi. Bir xil ikkalasi grammatika, faqat bittasi yuqoriroq, bittasi pastroqda ishlatiladi. Buni yaxshilab o'rganib olamiz. Buni ham tepada qilganday, berilganday mashqda ko'rib chiqamiz. Mana bu yoqda Mariko, Ilvon Saran deb yozib qo'yilgan. Mariko ism, Ilvon bu yaponiyalik deyapti. Mannosu pangatsimnida, cho'nin Marikomnida. Tanishganimdan xursandman, men Marikoman deyapti. Pangatsimnida, Marikoshin, Ilvon Sarannikka. Tanishganimdan xursandman, xonim.
xonim, Marika xonim, Marika xonim, siz yaponiyalikmisiz? Va javobi D cho'nin ilbon saramimida. Ha, men yaponiyalikman deyapti. Xuddi shunday bularga ham to'g'rilab gaplarni grammatikalarda o'z joyiga qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ko'proq yozsangiz so'zlarni qaytarish bo'ladi, tezroq yodlab olasiz va yozuvingiz yaxshi bo'ladi. Ko'pincha so'raydi, nimaga deydi, yozilishini xuddi shunday yozishimiz kerakmi deydi. Mana bitta L yozsak yoki M ni tepada yozsak, boshqacharoq qilib yozsak deydi. Yo'q, imtihonda bitta harfga adashsangiz ham o'sha harf xato degan to'xtamga kelishib 1 ball yoki necha ball sizdan ketib qolishi mumkin. Qanday bo'lsa xuddi shunday yozilasiz. Mana bu yerda kunin yozilgan, neni tepaga yozishingiz mumkin emas. Bu xato bo'ladi. Keyingi grammatika iga animnida grammatikasi. Biz hozir otni savolini javobini ko'rdik. Endi biz otni inkor qilishni o'rgatamiz. Xo'p, men talabaman, men talaba emasman degandek emas degan grammatika. Iga animnida emas degan o'zbekchada tarjimasi bor. Yozib olamiz. O'zimizcha otni inkor qilganda ishlatamiz. Xo'p, animnida ga animnida. Animnida ga animnida. Qachon bular? Qachon animnida, qachon ga animnida ishlatiladi? Qachonki mundosh bo'lsa animnida. Unli bo'lsa ga animnida ishlatiladi. Uni ko'p ishlataversa odam o'rganib ketadi. Xo'p. Boya aytganimdek, aytishimiz mumkin. Cho'nin animnida yoki cho'nin cho'nin kunini animnida. Cho'nin kunini animnida. Men askar emasman. Men askarman, men askar emasman. Bu yerda n bilan tugayapti, undosh bilan tugayapti. Pachchimi bo'lgani uchun olyapti bu yerda. Okay. Uni ko'zuga men professor emasman. Men professorman, men professor emasman. Bu yerda professorman, bu yerdagisi emas degan tarjimani beryapti. A bilan B'ga qaraymiz. Mana Michael Shinin miguk saramimnikka. Michael, siz amerikalikmisiz? Anyo, cho'nin miguk sarami animnida. Anyo bu yo'q degani. Yo'q, men amerikalik emasman. M bilan tugayapti, undosh bilan olyapti. O'shaning uchun yaxshilab e'tibor beramiz. Bir-birining joyini almashtirib qo'ymaymiz. Pastda Michael Shinin Isaga animnida. Michael janoblari shifokor emas. Cho'nin haksingi animnida. Men talaba emasman. Ning bilan undosh bilan tugayapti, olyapti. Mana bu yerda ga olyapti. Hanguk saramimnikka? Koreyalikmisiz? Anyo. Hanguk sarami animnida. Yo'q, men Amerika Koreyalik emasman. Amerika bo'lib ketdi. Hop, keyingisi. Bu yerda o'zini tanishtirish bo'lyapti. Kirimi pogo, pogivakachi yagi posoyo. Aslini ko'rib, namuna bilan bir xil gaplashib ko'ring deyapti. Yerim ko'kchoq chigop beribdi. Xo'p, bu yerda ismingiz, millatingiz va kasbingizni yozishingiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda o'zingizga anaqa qilasiz. Ismingizni yozasiz. Men shunaqaman. Kasbingizni va ishingizni. Va yana bir narsa, okey. Koreyada va boshqa joylarda ham deb o'ylayman. Talaba bu kasbga kiradi. Talabalik bu kasb bo'ladi. Siz ishingiz nima desa, siz men talabaman deb javob berishingiz mumkin. Hop, keyingi maragi.
Bu yerga e'tibor berishingiz juda ham muhim. Bu yoqda parin talaffuz o'rgatiladi. Qanday o'qilishi kerakligi o'qiladi. Mana bu yerda pangapsmnida o'qilgan. Pangapsmnida emas. Mana bu yerda moshimnikka. Michael bilan Kellini suhbati. Yorobun. Mannosib pangapsmnida. Azizlar, tanishganimdan xursandman. Cho'nin Maykerimnida. Men Michaelman. Annyeonghaseyo Michael kishinin Miguk Saramimnikka. Assalomu alaykum Michael janoblari. Siz amerikalikmisiz? Anyo, cho'nin Miguk Sarami animida. Yo'q, men amerikalik emasman. Yonguk Saramimida. Angliyalikman. Ne, Chigobin Moshimnikda. Ha. Kasbingiz nima? Kijayimida. Jurnalistman. Mana bu yerda yozib qo'ygan. Chingudilga somsingni mapeso chakisogi hep bo'lsayo. Bitta do'stlaringiz bilan ustozingiz yonida o'zingizni tanishtirib ko'ring deyapti. Mana bu yerda ochiq joylarda siz o'zingizda yozib chiqishingiz mumkin. Yorobon manosu pangapsimida. Azizlar, tanishgandan xursandman. Cho'nin men ismingiz yozasiz. Men davlat, biz o'zbekistonlikman, rossiyalikman, shunaqa yozib chiqasiz. Chigobin kasbingiz, bu yerda kasbingizni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Titki qismlarini ham tashlab turamiz, xudo xohlasa. Tashlab turamiz. Bu yoqda nima bo'ladi? Eugene, Michael, Nana, Akira. Bular hammasi o'zini qayerdanligini aytadi. Eugene amerikalikman deyishi mumkin, Michael yaponiyalikman deyishi mumkin, bunaqa bo'lmasa ham endi bo'lishi mumkin, hamma narsa bo'lishi mumkin. Eshitib, kim qaysi davlatdan ekanligini aytsa, xuddi o'shani bir-biriga ulash kerak bo'ladi. Yaxshilab eshitib, buni qanday yechishingiz mumkin? Birinchi lug'atni yaxshilab yodlab olishingiz kerak bo'ladi. Va keyingisi ilki qismi. Biz bilamiz, topikda ilki o'qish, titki eshitish va sigi yozish bo'limidagi testlarda yechamiz. Bu bizning testimiz boshlang'ich, juda ham kichkina, lekin bizga juda ham muhim. Chunki hamma narsa kichkina narsalardan boshlanadi. Ta'min eko chimuni tapahasayo deb keyingisini o'qib, savollarga javob bering. Chullang blogi, Jullanning blogi debdi. Annyeonghaseyo. Cho'nin Jullangmida. Assalomu alaykum. Men Jullanman. Cho'nin Fransiya Saramimda. Men fransiyalikman. Cho'nin Haksingmida. Men talabaman. Mana shu pangapsimida. Tanishganimdan xursandman. Va endi biz xuddi shu dialogda chiqqanini bu yoqda javobini topishimiz kerak. Birinchisi, Chullange Chigobin Moshimnikka. Jullanning kasbi nima debdi? Kasbi nima edi uni? Haksing, talaba. Demak, biz 3 ni tanlaymiz. Keyingisi manning go'zal ko'rsa ham mos keladiganlarni tanlang debdi. Bu yoqda bitta ham to'g'ri bo'lishi mumkin, ikkalasi ham to'g'ri bo'lishi mumkin. O'qib ko'ramiz. Chullanning Fransiya Sarami animida debdi. Chullang Fransiya odami emas. Shunaqamidi? Fransiyalik emasmi Jullan? Cho'nin Fransiya Saramimda. Men fransiyalikman. Demak, birinchisi xato. Chullanning Haksingmida. Chullang talaba deyapti. Talabamidi? Xuddi shunday. Chullang talaba. Shunday va pastda sigi. Xo'p, biz titkini ko'rdik. Ilkini o'qishni, sigi endi yozish. Chagiso geril sisayo. O'zingizni tanishtirish yozuvini yozing. Bu yerda endi siz o'zingiz haqida yozasiz. Men talabaman, men undayman, men bundayman deb o'zingiz haqida qisqagina sigi yozishingiz kerak bo'ladi. Bu yoqlarida va bu yoqda arabogi bilish. Xo'p, bu yoqda madaniyatga mos oxirrog'ida Koreya haqida sal-sal narsalar o'tiladi. Xo'p, o'zidan yoshi kattalarga nisbatan annyeonghaseyo, assalomu alaykum deyiladi va salgina egilib salom beriladi. Do'stlarga nisbatan annyeong, salom, annyeong, xayr degan ma'noda ham bo'ladi. Pangapsimnida yuqori mansabda tanishganimdan xursandman. Pangavoyo bu o'rta ma'noda. Xo'p, bu yoqda Kim Song-singnim. Kim ustoz deyish mumkin, lekin Song-singnim kim?
Xo'p, kim ustoz deyish mumkin, lekin ustoz kim deyish mumkin emas deyapti. Bunda ham xuddi shunday. Kim Minsu Shi ism familiyasi bilan aytsangiz bo'ladi. Minsu ismi bilan aytsangiz bo'ladi, lekin kim deb chaqirishingiz mumkin emas deyapti. Xo'p, mana bu yerda tushuntiryapti. Yeyo bilan yeyoni tushuntiryapti. Xo'p, savolda ton ko'tariladi, javobda ton tushadi. Ko'tariladi, tushadi. Xo'p, nanashining chunguk saram yeyo deb savol beryapsiz. Siz nana xonim Xitoylikmisiz deb so'rayapsiz. Nanashining chunguk saram yeyo. Ha, nana xonim Xitoylik deb javob berayotganda ton o'rtacha bo'lishi kerak. Mariya shinin Isa yeyo. Mariya xonim shifokormi? Isa yeyo. Ha, shifokor deb savolga javob berganda qanday bo'lishini tushuntiryapti. Xo'p, bu yoqda anni tanoni hasayo deyapti. Biladigan so'zlaringizni optichka qilib chiqing deyapti. Va bugungi grammatikalarimizda bu yoqda qo'llashimiz kerak bo'ladi. Bu oxiri va bu narsalarni qo'llab ko'ramiz. Almajin go'sil qo'lla munjangil matson yasayo. Mos keladiganini tanlab jumlani tugating deb. Biz innin va iga animida grammatikalarda o'tdik. Mana shu yerga qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Birinchisi bo'lgani uchun birga qilamiz, keyingilarni esa qilmaymiz. Faqat birinchisiga. Xo'p, Minsu Shi. Minsu janoblari nima qo'yilishi kerak bo'ladi? O'zingiz pauza qilib, o'zingiz qo'yib ko'rishingiz mumkin. Shunday, nin qo'yiladi. Nega? I bilan tugayapti. Minsu Shi'nin kija animnida bo'lyapti. Kija animnida. Iga grammatikasi edi. Qaysi qo'yilishi kerak edi? A bilan tugayapti. Ga qo'yiladi. Kija ga animnida. Jurnalist emas. Xo'p, endi pastda Michael qaysi biri qo'yiladi? Va yana bitta narsa, bitta ishlatilgan narsa bir marta tushadi. Ikkinchisida ishlatmaymiz. Biz bu bilan buni ketkizib bo'ldik уже. Bizda bu bilan bu qoldi. Michael'in miguk salamimlikda Michael amerikalikmi? Anyo. Xo'p, miguk saram i animida, yunguk saramimda. Yo'q, amerikalik emas, angliyalik deyapti. Bu mana shuni ishlatadi. Bo'sh joylarga mana shu o'tgan grammatikalarni qo'yib chiqishingiz kerak edi. Kreml pogo munjangil rasmlasa yo'q. Keyingi savol turlarida rasmni ko'rib jumlani tugating deyapti. Xo'p. Bu yoqda A bor ekan, B bor ekan. A ni topishimiz kerak, B ni topib qo'yibdi. Xo'p, anyongni tasayo yaxshi boring deyapti. Demak, bu yoqda nimani qo'yishimiz kerak? Yaxshi qoling. Yaxshi qoling qanaqa edi? Anyongni kesayo yaxshi qoling. Keyingisi Nikol Shinin xo'p, Nikol xonim kasbi nima ekan? So'ngsingnim imnida yoki iyeyo qo'yish kerak. Keyingisi chunguk saramimlikka xo'p, xitoylikmisiz deb so'rayapti. Nima ekan? Yaponiyalik. Anyo ilbon saram imnida deb javob berish kerak. Xo'p, qaysi tonda savol bersa o'shanda javob bering. Iyeyo bilan so'rayapti. Iyeyo bu har doim emas. Endi sizdan yosh kattalar bo'lsa, sizdan iyeyo bilan so'rasa, siz imnika bilan javob berishingiz kerak. Sizdan katta bo'lsa, agar o'zingizlar bilan bir xil bo'lsa, iyeyo bilan bersangiz bo'ladi. Lekin imnika bilan so'rayaptimi? Imnida bilan javob berishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bugungi mavzumiz shu yergacha.